Hafta oxirida havo ilishi kutilmoqda. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. 29, 30 hamda 31-mart kunlari O'zbekiston bo'ylab iliq va quruq ob-havo kuzatiladi. Faqat tog'li hududlarda yog'ingarchilik bo'ladi. Kunduzi harorat 19-22 daraja ko'tariladi. 29, 30, 31-mart kunlari O'zbekiston bo'yicha iliq va quruq ob-havo bo'lishi kutilmoqda. O'zgidromet xabariga ko'ra, faqat 29-martda ayrim tog'li hududlarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Shamol sharqdan 7-12 metr soniya tezlikda esadi. 30-31-mart kunlari respublika shimolida va cho'l hududlarda ba'zi joylarda 13-18 metr soniyada kuchayishi mumkin. Harorat kechalari 3-8 daraja atrofida bo'ladi. Kunduz kunlari esa 19-22 daraja, shimol, janub va cho'l hududlarda 23-26 daraja isiydi. Toshkentda 29, 30 hamda 31-mart kunlari havo harorati bulutli, vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechalari 5-8 daraja iliq, kunduz kunlari esa 20-22 daraja ko'tariladi. Bugun respublika bo'yicha havo biroz bulutli bo'lishi, salqinlanib turadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Navoiy, Toshkent, Sirdaryo viloyatlarida havo ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Respublikaning qolgan hududlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Kunduzgi harorat 10-15 darajani tashkil etadi deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.